Bitta qori chiqarsangiz, xuddi shahidga o'xshab yetimishda ahllaringizni, yaqinlaringizni shafaat qiladi. Bitta o'g'lingiz qori bo'lsa, ayolingiz qori bo'lsin, qizingiz qizni qori qiling. 1000 ta odam o'qiydi, 10 ta yaxshi natija bo'lsa, 20 tasi qori bo'ladi. 980 tasi yarim yo'lda tashab ketib oladi. Bitirgandan keyin tashab oladiganlar qancha. Qoriga nisbatan ham kamsitib gapirib bo'lmaydi. Qorini sansirab bo'lmaydi. Ya'ni unga qo'pol gapirib bo'lmaydi. Jannatda ham eng maqomi baland odam qori bo'ladi. Bitta qori chiqarsangiz, xuddi shahidga o'xshab yetimishda ahllaringizni, yaqinlaringizni shafaat qiladi. Bitta o'g'lingiz qori bo'lsa, Sufyon Savriy aytganlarki, qori bilan payg'ambarning o'rtasida farq yo'q. Faqat qoriga vahiy kelmagan.